ko'kragida jungi bormi? Ko'krak emas, ko'krak, jun emas, jun. O'zing bilasiz, men qanaqa sizni yaxshi ko'rishimni. Bu yigit Abdumalik Instagramda Devona Mali yoki Devona Mali, Devona Mali mana shu akkauntni yurgizadi. O'zbekistonda rus tilining rivojiga ulkan hissa qo'shmoqda. Yaqinda taqdirlansa ham ajab emas. Abdumalik rusiy zabon. Shuning uchun bo'lsa kerak, rus tilidagi so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilganlarni uncha xushlamaydi. Har holda noto'g'ri talaffuz quloqni kesadi. Lekin o'zbek tilidagi so'zlarni noto'g'ri talaffuzi ham bizni quloqimizni kesyapti-da. Masalan, To'g'risini ayting. to'g'risi, to'g'risi. Ketuvdingiz, kelsin. Ketgan edingiz. Qanaq qilib Qanaq qilib emas, qanaqa qilib yoki qanday qilib. islom taraqqiyoti. Taraqqiyot emas, taraqqiyot ikkita q. Men bugun выставкаdaman. Ko'rgazma. Mana bu Mana bu. yutib olishingiz mumkin. Mumkin emas, mumkin. Dunfen deb o'qiladi. Dunfen. F dan keyin e harfi bor-da. Ruscha e bo'ladi. Shu yerini tushunmadim. Xitoycha nom, lekin ruscha e. Nimaga ruscha e? Abdumalik rus tilidagi so'zlarni o'zbekcha aksentda gapirgan yurtdoshlaringizni savodsizga chiqaryapsiz. G'alati emasmi? Rus millatiga hurmatni saqlagan holda Abdumalik sizga bitta savol. Ruslar orasida o'zbekchada xuddi o'zbeklardek gapiradigan nechta rusni bilasiz? Ruslar hatto siz va bizni vatanimiz bo'lmish O'zbekistonni biz shunday talaffuz qilamiz-ku. O'zbekiston, O'zbekiston deb turganlarida. Mayli. Abdumalik o'zbek tilini rivojlantirishga diqqatimizni qaratamiz. Rus tili o'zi shundoq ham rivojlangan. Aytgancha, sizning familiyangiz Kadirov emas, Qodirov. Siz o'tkiragan o'g'lisiz. Sizdan boshqalar xafa bo'lmaganidek, siz ham mendan xafa bo'lmaysiz degan niyatdaman. Omon bo'ling, yurtdoshim.